Assalomu alaykum masalalari hayotini. Kanalimizni kuzatuvchilari mana 2026-yil 9-mart holatiga yomg'ir sharros quyyapti. Shundan foydalangan holatda uydagi ishlar bilan shug'ullanamiz. Ramkalar zagatokasi mana simlarni tortib, taranglatib, sim o'tkazib, mana asalarichini bolasi asalaricha bo'ladi. Mana kichkina asalaricha. Obunachilarga bir narsa dengchi, o'g'lim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ana. Zagatokani shu yigit qilyapti mana. Bugun tugatasizmi o'g'lim? Ha? Malades. Yomg'ir yog'yapti. Bugun buni tugating, ertaga ariga boramiz, a? Ha. Xudo xolasa. Mana shunaqa gaplar. Agar havo past bo'lsa, ertadan keyin sun'iy onarlarimizga mum kosachalar tayyorlaymiz. Kuzatib borsalaringiz. Yangi kuzatuvchilar obuna bo'lib qo'ysalaringiz, mana shunaqa qiziqarli ma'lumotlar. Mana bunday ishchilarimiz ishlashga mana tayyor bo'lganini olib o'tadi. Mana. Asalari shunasida, simda oladi. Hammalaringizga rahmat.